Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size Gadir Ruzi. Bugün Tesağ 2019 yıl 12. ayının 26. günü. Haftaga Perşembe. Vaziyetin bir kelime. Hazır Cungo'da 22. günü, 23. günü tuyuqsuz. Cungo'nun hazırki ahvali ve şaraitini seliştirganda gayri bir ahval yüz berdi. 22. günü bir parça makale ilan kılındı. 23. günü Beijing Üniversitesi'nin profesörü Jing Yefu nahayet hal kılgıç karakterli bir iki cümle söz kıldı. Onu keyin sözleyimiz. Vaziyet muşunağa bağlıq olsa Cungo'da nime özgürlük bulup atıldı. Bunu ahırda sizlerle muhakeme kılımız hürmetli vatandaşlar. Bugünkü sizlerle sözleydiği leksiyimizin mavzusu bunda. Cungo'ga bir çıkış yolu verenler. Mavzuluk makale Abdur Hongboşu. 12. ayının 26. günü Cungo'ga nazar torbiti ilan kılındı haber. Bundak başlandı. Prezident Trump birinci basqıçlıq Cungo Amerika Saudi kelişimiga ma'qul degandan keyin Amerikada Cumhuriyetçiler Partisining ishchibatishida buningdan norozi bo'lish kayfiyati ko'rildi. Demokratlar Partisi ayblab Prezident Trump taslim bo'ldi deyishdi. Prezident Trump ish og'ritdi Jungoga, g'amxo'rlik qildi Jungoga deyishdi. Cungo eğer ahvalda kalganda kodokka düşkennin arkasından taşlama dedi. Cungo'ga yana bir qatam hayatlık yo'li berdi deyishdi. Albatta Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Cungo'ning tinch yo'l bilan o'zgarishiga yana rishta bog'lab turganligini shundan ko'rib olg'ili bo'ldi. Gerçi tədqiqatçı Bill Phillips bari Cungo'nun yavuz tabiatı özgertkili olmaydı. Demokratiya yolu menişi mutlak mümkün emas degan bolsa mı? Cangirlik, kengaymichilik iddiasi g'arq bo'lgan Jungo bugun tavrni bilinishib qoldi. Yanada xiyonatchi paraxorlar impriyasida. Tavrni bilinishib qoldi, lekin bu imperiya yanada paraxor va xiyonatchilar imperiyasidir. Xalq tarixiga yaqinda bunday oshkorildi. Nayt dangliq bir xiyonatchining hikoyasi so'zlab berdi. Bu hikoyani men sizlarga so'zlab yurishimning hojati yo'q vatandoshlar. Nayt qabih. Jungo'da xiyonatchilikni tuzab ketgili bo'lmaydiganligini Xi Jinping allaqachon ko'rib yetdi. Bu bir partiya hukmronligidagi davlatda muqarrar yuz beradigan ish edi. Balki o'tmishdagi Kuomintangga solishtirganda texmi xiyonatchi bo'lib ketgan bu partiya, Jungo partiyasi zo'ravonlik bilan aldamchilikqa tayinib 1 milliard jungolikni aldab keldi. Bundan bir necha kun burun qattiq qo'l Yarshari gazeti ikki qatam munozara, muhokama uyushtirdi. Muhokamaga Tayvanlik Zhang Yajuan qatnashdi. Sahnada Pensiyaga chiqqan Jungo'ning generali Wang Hongguang bilan munozirlashdi. Kaskin munozara qildi. Zhang Yajuan mundaq dedi: "Garchi ko'pchilik bir-birini qarindoshlar deb atasimi, birlik keladigan Jungo Tayvan munosabati o'zaro dushmanlikni tashlab etishi kerak." Jungo'da general eg'iz etish bilan vaqirab turib Tayvanlik Zhang Yajuan'a mundaq dedi: "Tayvanliklar Jungoliklarni Jungolik mehmonlar deydi ekan. Jungoliklar Tayvanliklarni Jungolik qarindoshlar deydi. Tayvan hargizmi Jungoliklarni qarindoshlar demaydi." Zhang Yajuan turib qoldi. Amaliyotda Jungoliklar raketani Tayvanga to'g'rilab qo'ysa, qandaqsiga Jungoliklarni qarindosh deydi. Jungo'ning jahongirlik niyati dunyoga oshkor bo'ldi. Tayvan, Jungo bir-birini nima deyishida bu bir soxta temadir.
Kompartiya imperiyasining territoriyasi kengaydi. Janubiy Jungo dengizidan Tayvangacha bir yo'l bir belbog' zo'magar bo'lish qora niyati hammaga ayon bo'ldi, oshkorlandi. Shuning bilan Amerikaning qo'rishovga elishini keltirib chiqardi. Tayvanga hayotlik yo'li berish amaliyoti Jungoga hayotlik yo'li berishdir. Jungo Kompartiyasi bo'lsin, Jungo Kuomintang partiyasi bo'lsin, har ikki partiyaning Tayvanga egidorchilik qilish huquqi yo'q. Jungoning generali munozirda mundaq dedi: 90% Tayvanlik Tayvan mustaqilchilaridir. Buni biladi ekansan, yana Tayvanni qurolli birlikka keltirishdan yo'li bormi? Tayvanga baxet yaratimiz deysizlar. Bu so'zning ma'nosi ziddiyatlardanmi bema'nilikdir. O'ylab ko'ringlar, hozir Tayvanni yutib olishdan voz kechib, Tayvanga bir hayotlik yo'li berish amaliyotda Jungoning o'ziga bir hayotlik yo'li berganlikdir. Oldingi kuni Angliyaning sobiq vaziri Churchill to'g'risida bir parcha hikoyani tor betida ko'rib qoldim. Churchill kichik vaqtida o'rmonlikni oralab yurishni yaxshi ko'rdi ekan. Bir kuni Shotlandiya o'rmonligini oralab yurib, tuyuqsiz bir sozliqqa cho'kib ketibdi. Ciddi bir paytda yo'lda o'tib ketayotgan bir dehqon Churchill sozliqqa petib ketishdan qutqizib qopti. Churchill uyiga qaytib kelib, o'zining beshidan o'tgan hikoyasini dadasiga so'zlab beribdi. Davomini anglaysiz, hurmatli vatandosh.